Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Muhimi davlat tomonidan qonuniy. Hozir ham bizda ko'rishingiz mumkin. Birozdan so'ng posадка jarayonlari boshlanadi. Yo'lovchilarimizning har bittasining biletlari skanerdan o'tkazib, so'ngra avtobusga bemalol joylashishlari mumkin. Har bitta yo'lovchimiz uchun 50 hamda 60 kilogrammgacha yuklarni birga olib ketishlari mumkin. Hozir esa yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Kazan shahriga. Kazanga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 715 ming. 715 ming, ha? Kassadan oldingizmi yoki ofisimizdan? Kassadan oldim. Kassadan oldingiz. Qonuniymikan? Qonuniy. Ishonchlimi? Ishonchli. Boshqalarga ham tavsiya qilarmisiz? Tavsiya qilaman. Rahmat kattakon. Yaxshi yetib oling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Kazangami bo'ldi? Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Kazan yo'nalishi bo'yicha. Kazanga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 715 mingdan. Kassadan oldingizmi yoki ofisdan? Siz ham kassadan olgansiz-a? Oldin avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Birinchi martami? Rahmat, yaxshi yetib oling unda. Keling. Mana hamma qochishyapti. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Kazan yo'nalishi bo'yicha. Kazanga bilet narximizni 715 ming. 715 ming. Biletni kassadan oldingizmi yoki Kassadan oldik. Kassadan olgansiz. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Yo'q. Birinchi marta. Birinchi martami? Birinchi marta. Da, unda so'rolmayman hozir. Xudo xohlasa hozir chiqib bemalol sharoitlarni ko'rib, kommentariyalar yozishingiz mumkin kanalimizga. Xudo xohlasa, albatta. Qonuniymikan muhimi? Qonuniy. Rahmat kattakon, yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslaridan foydalanishni xohlasangiz, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq kutib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Hayot salomat bo'ling.